Sizlar ham bolajoninglarga tvorog yedirishga qiynalisizlarmi? Unda tez shu bulochkani tayyorlab bering. Xamiriga 500 mg iliq sut, 5 osh qoshiq shakar, 5 osh qoshiqda yog', 1 choy qoshiq tuz, 2 choy qoshiq droji va 1 dona tuxum solib aralashtirib olamiz. Ketidan 700-750 g un solib, qo'lga yopishadigan yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamir qorayotganda ozgina qo'limizni yog'lab olsak, qo'limizga yopishib qolmaydi, yumshoqqina qoriladi. Tayyor xamir kamida 1 soatga issiq joyga oshirgani olib qo'yiladi. Xamir oshib chiqqandan keyin uni teng 2 ga bo'lib zuvalachali qilib yana 10 minutga tindirib qo'yamiz. Bu orada tvorogli nachinkani tayyorlab olamiz. Idishga 400 g tvorog, 5 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiq vanilin, 1 osh qoshiq kraxmal solamiz va nachinka tayyor. Tingan zuvolalarni bittasini olib, to'rtburchak ko'rinishda yoyib olamiz. Oldindan tayyorlab qo'yilgan tvorogli nachinkani teng 2 ga bo'lib, yarmini xamirga surib chiqiladi. Shunaqa rulet shaklida o'rab olib, chetlari ochilib ketmasligiga yopishtirib qo'yiladi. 2-2,5 sm oralig'ida kesib olib, listga qo'yiladigan tomonini unga botirib, listga taxlab chiqamiz. Tuxum surib olib, yana ustini yopib, 15 daqiqa oshishga qo'yib qo'yamiz. 80 darajada qizib turgan duxovkaga 20 minutga bulochkalarni qo'yib olinadi. Bulochkalar shunaqa chiroyli, yumshoq bo'lib chiqqanidan bolajoninglar ichida tvorog borligiga qaramasdan ham mazza qilib yeb olishadi. Yana qilib bering deyshadi. Mendan sizga tvorogli bulochka, sizdan menga podpiska va like.